Narsa nima bu? Shkofmi, nima? Sondiqqa o'xshagan. Buni nima uchun qilib qo'ygansizlar? Endi bu narsa har bitta qo'y boqayotgan, yangi o'rgangannikida ham, eskilarida ham bo'lish shart bo'lgan narsa bu. Mana uni qarang, mana. Buning ichida birinchi yordam uchun dori-darmonlar hamda vitaminlar, kalsiylar, bo'yin balandlatishga, quvvat bo'lishga, ishtahasini ochishga har xil dorilari bor buning ichida. U birinchi yordam deyapsiz-ku, bu pichoqmi? Pichoq nima qilib beradi? Bu dorilar birinchi yordam. Bu pichoq har bitta xonadonning qo'yxonasida turish kerak, fermasda. Bu oxirgi yordam. Iloji bo'lmay qolganda halollab qo'yish uchun kerak bo'ladigan narsa. Shuning uchun pichoq, dori-darmon turish kerak. Mana bu narsa nima qiladi uni? Separatormi nima bu? Bu narsamiz mana qo'ylarga bu vitamin berilayotganda, mana vitamin. Buni shunday yemaydi qo'y. Shuning uchun biz bunga tashlaymiz. Tashlab mana bu kepakka aylantirib bersang, U qolaverar ekan-da. bittasi maydaladi. Kepakka aralashtirib bersang, hech qaysi qo'y nima qilmasdan bemalol talashib yurib yeb olaveradi. Qaysi qo'y yedi, qaysi qo'y yemadi demaysan. O'shaning uchun bu narsani olib kelib berganmiz. Bo'ldi. G'osh tog'a endi qo'ya oladigan bo'lsam, men siz bilan birga maslahatlashib olar ekanman. Qiziqqandan keyin yemini, dori-darmonini, bu ham tirik jonda odamga qanaqangi oilangga qanaqa qarasang, bu jonivorlar, tirsiz jonivorlarga shunaqa qarash kerak. Bo'ldi. O'zingiz endi sekin yo'l yo'rig'ini ko'rsatar ekansiz-da. Allohdan so'rab, aql bilan hamma yo'lda qarasang, hamma narsani bekami ko'z qilib o'rgansang, baraka ashinda. Bo'ldi. Obunachilar nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Qo'y haqida qanaqa ma'lumot yoki yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar bemalol. Nima deysiz shunga? Bemalol telefon qilishaversin. Bilmagan narsalarini Alloh qodir qilganicha, biz ham zo'r bo'lib ketganimiz yo'q, zo'r mutaxassis bo'lib ketganimiz, umrimiz oxirigacha o'qib, bilim olib, shularni o'rganib boramizda, zo'r usta bo'lib ketish qiyin. Bo'ldi, xo'p, G'osh tog'a sog' bo'ling. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Xo'p.